Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. 1965 yili 6 ayning 14 kuni bir ömür vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sovdirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Muhammad Emin Bug'ro Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobida o'zining Xotandagi maxfiy inqilobiy tashkilotning 18 nafar asosliq a'zosi bilan maslahatlashib, Hijriya 1351 yili Shavvol oyining 20 kuni payshanba kechasi, ya'ni milodiya 1933 yili 2 oyning 16 kuni Qoraqoshdagi Xitoy yamuluga hujum boshlashni qaror qilganligini yozilib, Halbuki Xotandagi Xitoy doiralari qo'zg'alon plandan xabar tepib qolg'ashqa, ular hujum kunini oldiga surib, milodiya 1933 yili 2 oyning 13 kuni tong saharda tuyuqsiz hujum boshlaydi. İstanbul Universiteti Türkiyat institutining doktoranti, Sharqiy Turkiston tarixini turkchaga tarjima qilguvchi, shundaqla Muhammad Emin Bug'roning navra tuqqanlaridan biri bo'lgan Abdulla O'g'iz apandi Xotan inqilobining portlash jarayoni haqida munolarni bayon qiladi. Muhammad Emin Bug'ro hastim Sharq Turkiston tarixi kitobida Xotan inqilobining boshlang'ichiga tegishli bunday deydi. U tarixni Hijriya takvimiga asosan berdi. Onun deyishicha Hijriya 1351 yılının Şevval ayının 16. günü yakshanba, yani miladiye 1933 yılının 2. ayının 12. günü bütün bu maxfiy teşkilatın azalarına haber verip 20 Şevval'de, yani 2. ayının 16'sı Perşembe günü Qaraqosh şehriga hücum kılıp Qaraqosh şehrideki Xitoy unsurlarını mağlup kılıp Qaraqosh şehrini azat kılış bilen Xotan Milli İnkılabı'nın başlangıcına karar verildi. Xitoy unsurları bu milli inqilobchilikning bu planidan xabardor bo'lib, tadbir olish yo'lida ba'zi ishlar qilayotganda, bundan xabar topgan bu maxfiy tashkilot va Muhammad Emin Bug'ro hastim Xotan Milli inqilobining boshlang'ich tarixini 2 kun oldiga tortib, milodiya 1933 yilining 2 oyning 14 kuni soat 10da Qaraqoshdagi Xitoy unsurlariga, ya'ni Yamulga hujum qilib, Qaraqosh shahrini azod qilib, shuning bilan birga Xotan Milli inqilobining boshlanishi avji topadi. Uyg'ur xalq tarixiy dostonlarida suv uxlasa uxlar, dushman uxlamas degan hikmatlik misralar uchraydi. Xuddi shuningga o'xshash, shuncha maxfiy planlangan Xotan inqilobining qo'zg'alish vaqti Xotandagi Xitoy doiralari tarafidan sezilib qoladi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutu'nun professori Alimcan İnayet Efendi, Muhammad Emin Bug'roning bir inqilobchiga xos sezgörlük bilan mana shundaq hayot mamatliq paytda jiddiy qaror chiqarib, qo'zg'alon vaqtini oldiga surganligini ta'kidlaydi. Sharqiy Turkiston tarihi nomli kitobiga asoslanganda Xotanda qurilgan maxfiy tashkilot Xitoy hukumati tarafidan fosh bo'lib qolganligi uchun Xitoyga qarshi inqilobni muddatdan burun başlaşını karar kılgan ve 1933 yılı 2. ayının 13. günü Qaraqoshga hücum başlagan. Bir saat qattiq jang qilish orqali Qaraqosh shahrini qo'lga tushirgan. Arkadan Xotan shahriga hücum qo'zg'ab, Koni shahrini olgan ve yangi shaharni muosirga elib olgan. Xotanning Guma, Qog'illik, Charcham, Chaqiliq qatorliq nurg'un shaharlarini bir-birlab dushmandan azod qilgan. Qisqagina 2 oy ichida butun Xotan azod bo'lib ketgan.
Muhammed Emin Buğra'nın əsərlərini nəşrga tayyorlagan İstanbuldakı Teknomakan Uyg'ur nəşriyotining boshlig'i Abdujalil Turan apandi Xotandagi Xitoy doiralarining qo'zg'olon vaqtidan oldin xabar topgandan keyin darhol harakatlanib, Muhammed Emin Buğra qatorliq inqilob rahbarlarini tutib jazolamoqchi va xalqqa ibrat qilmoqchi bo'lganligi, ammo Hazratimning bir qadamni baldur ilib, qo'zg'olonni muddatdan baldur boshlatganligini alohida tilga oladi. Muhammed Emin Buğra inqilab qilishni planlab 33. yili 3. ay 4. aylarda inqilobni boshlashni planlagan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi yerlik hukumatniki bu ishni xabar tepib, qolganligi va xabar topgandan keyin bu Muhammed Emin Buğra qatorliq bu inqilob qatnashmoqchi bo'lgan kishilarni tutib, xalqqa ibrat qilib, qattiq jazolab, o'ldirishni planlagan. Hattoki rivoyatlar qaragan vaqtida cho'ng dosh qozonga yog' qurib, qizitib, ashunga tashlab kavob qilishni planlagan degan gaplar bor. Chiqib qattiq jazolashni planlagandan keyin bu inqilobni oldiga surib bağan. Bu inqilobni 3. ay 4. aylarda boshlash planlangan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatiningki bu ishni xabar berib qolganligidan 2. ayninki 14, 17, 24 degan 3 xil nimalar bor. Shunda oldiga tortib bu inqilobni boshlagan. Bu inqilob tez g'alaba qilib, qisqa muddat ichida Xotan, Qarqash ozod bo'lgan orqadan Guma, Qog'iliq, Yarkan bo'lib, Yarkandan Charchangacha Xotan hukumatiga tava bo'lgan. Abdulla Oğuz Efendi Xotan inqilobining qo'zg'algan kuni haqida turli qarashlar va o'xshamagan tarixlar mavjud bo'lsa-mu, ammo o'zining Sharqiy Turkiston tarixining asli originaliga asosan Hijriya taqvimi bilan milodiya taqvimi o'rtasidagi farqlarni inchiki selishtirib, Xotan inqilobini milodiya 1933-yili 2-oyning 14-kuni boshlangan deb qaraydiganligini ta'kidlaydi. Qaraqash şəhərindəki bu Xitay unsurlarına hücum qilish tarixinin, yəni Xotan Milli İnqilabının başlanğıç tarixini 2-ci ayının 13-cü günü dəb alğan tarix də əsasən Hicriyə təqvimini miladiyə təqvimə örüşdəki usul farklılığının əsas tapıdır. Amma həzdim həftənin gününü iniq yazğandıkın Şərq Türkistan tarixində Seyşənbə günü dəb. Şuna miladi təqvimdə 13-cü sıra Düşənbə, 14-cü sıra Seyşənbə olğandıkın biz bu miladiyə təqvimini 1933 yılı 2. ayının 14. günü Seyşembe deb əsas aldıq. Professor Olimjon Inoyat Efendi 68 kishi bilan Qaraqash yomg'iriga hujum qo'zg'ashdan boshlangan Xotan inqilobining chaqmoq tezligida ulg'ayganligi, Qaraqash ozod bo'lgandan keyin bir kun ichida 10 ming kishining inqilob safiga qo'shilganligini alohida tilga oladi. Mening bu noktada diqqatimni tortgan narsa shu bo'ldiki, Xotan inqilobchilari shu Qaraqashga hujum qilganda aran 68 kishi urushga qatnashgan. Inqilobchilar Qaraqashni ozod qilgandan keyin bir kun ichida 10 ming kishi inqilobchilarga qatilgan. Bu ahvol mushundaq inqiloblarda xalqimizning qarab turmaydiganligini ko'rsatib berdi. Shu mezgilda Kumul, Turpan, Aqsu va Qashqardami inqilob qo'zg'alib, shu Urumchi va Ilidin boshqa butun Sharqiy Turkiston azod bo'lib ketgan. Undaqda Xotan inqilobining buyuk bir yong'in kabi atrofga kengayishi va qisqagina 2 oy ichida sharqda charchan chaqiliqdan g'arbda yakangicha bo'lgan bepoyon tuproqlarda g'alabaga erishishining sababi zodi nima? Professor Olimjon Inoyat Efendi buning sababini xalqning milliy zulmga bo'lgan qarshiligi, ozodlikqa bo'lgan tashnoligi, inqilob tayyorligining puxta elib berilganligi va Muhammed Emin Buğra'ning rahbarlik jihatdagi strategiyalik o'rinlashtirishning yuqori unumiga bog'laydi. Muhammed Emin Buğra'nın şu baş kumandanlığında elip verilgan bu inqilab qisqagina müddet içinde öz meyvesini ko'rsatgan ve bütün Xotan Xitoy hakimiyetining chanqalidan qutulib azod bo'lgan edi. Bu cho'ng g'alaba şu Xotan inqilobchilarining qanchalik puxta tayyorlik qilganligini, jangchilarning qat'iy irodasini va jasoratini, dushmanga bo'lgan nafratini, qutulishga bo'lgan ishonch va umidini ifodalab berdi. Shuning bilan birga yana Muhammed Emin Buğra'ning şu kumandanlık ve stratejilik kabiliyetini mu gösterip verdi. Muhammed Emin Buğra fakatla bir siyasiyon emas, belki askeri bir dahi idi. O inqilabqa başlaştan burun nurgun joylarga berip, tekşirip, tadqiq qilgan ve düşmanning siyasi, iqtisodiy ve arka sep
ahvolini nihoyat yaxshi egallagan. Taliblarini shu inqilobga har jihatdan tayyorlagan, planliq va nishonli harakat qilgan. Yana bir tarafdan Muhammad Emin Bug'ra mayli askariy jihatdan bo'lsin, mayli ma'muriy jihatdan bo'lsin, ma'lum bir intizom, nizomnoma va o'lcham bo'yicha ish qilgan. Masalan, askar va ma'murlarga maosh bergan. Adliya ishlarida shu islomiy shariatni asos qilgan. Vali va hokimlar qonun bo'yicha ish qilgan. Xizmatlar oshkora va maxfiy holda taftish qilingan. Osoyishga alohida ko'ngil bo'lingan. Askarlarning, ma'murlarning xohlagancha harakat qilishiga yo'l qo'yilmagan. Bu orqali shu Xotan xalqining qo'llashiga erishgan. Abdulla Oğuz Efendi Xotan inqilobining chaqmoq tezligida g'alabaga erishishining tub sababini Xitoy zulmidan jaq to'ygan xalqning uzundan buyon inqilobga tashna bo'lganligi va o'zini hozirlaganligi, shuning bilan bir vaqtda Muhammad Emin Bug'ra bilan Sobit Damullamdek inqilob rahbarlarining boshda turganligi bilan munosabatli deb qaraydi. Bu Xotan'da milliy bir inqilobning boshlaganligini, Xitoy unsurlariga qarshi bir qo'zg'olon, bir qurolliq harakat boshlab, Xotanni va vatanni ozod qilish yo'lida bir to'qash boshlaganini anglagan hammadan qo'liga nima chiqsa elib mujohidlarga qo'shildi. Mençe bu işin asası şu ki yurtumuz, halkımız bu Xitaylı'nın zulmeden, bizge kılgan horlamalarından hemmenimizden nait bizar olap, aşı bir inkılapka, bir hareketke saklap turgan hemmeden bu inkılapka katlaşıp, koşulap, bir kısa bir vaktidə 1000 kişi olap, andinkin Xotan şehir merkezini, andinkin Xotan'ın yakındaki nahilerini, hemmelerini elip, 4. ayda hükümeti İslamiye Xotan kurulgan vaxtıda Xotan ve etrafı hem yer azatlık bo'lgan, Xitoy unsurlaridan tozalab bo'lgan. Men mushuning birdan bir sababini xalqimizning mushundoq bir inqilobga nihoyatda ko'ngildan saqlab turganligini va bunga qo'shilganligini deb bilaman. Ikkinchidan ham Emin Bug'ra hastimning hamda Xotan inqilobining asosiy boshliqlaridan bo'lgan Sobit Damullamning bu inqilobning tuhfa tapishiga qatqisining jiq bo'lganligiga ishonaman. Abdujalal Turan Efendimi uzun yillik milliy zulmning Xotan xalqini milliy inqilobga hozirlaganligi, shuning bilan bir vaqtda Xotan xalqining Muhammad Emin Hazratimga bo'lgan aqidasi va ishonchining muhim rol o'ynaganligini alohida ta'kidlaydi. Bu inqilobni tez taraqqiy qilgan, buning bundaq bir sababları bo'lsa kerak. Qisqa muddat ichida bir hukumatning qurilib yarkandan sharchangacha bir hukumatga tabi bo'lishining sababi bu inqilobga bo'lgan xalqning qizg'inligi, inqilobga bo'lgan ishonchi va qizg'inligi bo'lsa kerak deb qarayman. İkinci bu qilgan o'chadagi Xotanninki bo'lgan zulmlarga xalqninki to'yganligi bu Xitoyninki nimisdan xalq bunga qattiq ovoz qo'shib qilgan ikkinchi Muhammad Emin Hazratimga bo'lgan xalqning e'tiqodimi yetarli sabab bo'lgan deyish mumkin. Qadrlik radio anglag'uvchilar, yuqorida 20-asrdagi buyuk inqilobchi Sharqiy Turkiston tarixi nomli asarning muallifi, muhojiratdagi Sharqiy Turkiston harakatining muhim rahbarlaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bug'ra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 12-qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uvchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.